Assalomu alaykum yurtdoshlar. Men xudo xolasa 11-aprel Urganch Dekkan bozor dollar kursini aytamiz sizlarga. Banklarni aytib o'tib ketamiz. Banklarda har yerda har xil o'tdi. Ayrim banklar bugun abidono ishlaydi, ayrimlari ishlamaydi. Xullas bank dollar kursini aytadigan bo'lsam sizlarga Hamkorbank 1.216 tutdi. Yani bunda Garant Bank var çıksanız da 900 tajın yolunda. Ona aytib o'tgan 1.211 var. Bozor 1.216 tuttu bozor. Rubelni şu 150'den tutup ta 155 ming so'mdan bor. Her yerda har xil. Agar mavzuda yangiliklar bo'lsa Telegram kanalimizga tashlaymiz. Telegram kanalimizni kommentariyada silkasini qoldiraman. O'zgarish bo'lgandan so'rasiz shuni joylashtiramiz. Tenge 25 ming so'm 1000 tenge, 100 euro 1.370, Türk palamşı 1000 lira 250 ming. Dolar bilan rubelni satsa 5 ming so'mdan 10 ming so'mdan 17, euro bilan Türk pulini satsa 50 mingdan 100 mingdan 17. Bugungi yangiliklarimiz shunday yangilik ekan. Güzel shuni davom etinglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.